Türkan Xatun. Abdori Hacı Ekber Muhammed Niyaz. Qarxanlar va Saljuqiylar munosabatidagi tangdoshsiz yorqin shaxs Türkan Xatun. Ikkinchi qism. Türkan Xatun dal mushu Ibrohimning qizi edi. Undaqda G'arb ilxonligini cho'ng qag'alliqdan ayirib chiqib, mustaqil hukm surgan Ibrohim Bo'rtekin zodi kim? Abu Isaq Ibrohim aslida Ilik Nasrning o'g'li bo'lib, u 1013-yili o'lib ketgan dadasining G'arb ilxonligiga xaqon bo'lishini o'ylaydi. Bu maqsadda o 1032-yili Yusuf Qadirxon vafot bo'lishi bilanla harakatga o'tgan. Ammo Ali Tekinning o'g'illari dadasining vasiyati bo'yicha cho'ng qag'onga sodiq bo'lib, Xo'jandni bazi qilgan Ibrohimni keskin cheklab, tutib zindonga tashlagan. Ammo Ibrohim qisqa vaqt o'tibla 1033-yili o'z kentdagi akasi Muhammad, ya'ni xalifa bergan nomi Aynut davlatning qishig'a qechib berib olgan. 1034-yilga kelganda Ali jamoatining kapolat berishi bilan Sulaymon Arslanxon uni apu qilgan. Hatto uni Bo'rtekin unvoni bilan tortiqlab mansab bergan. Ammo Ibrohim yanala maxfiy holda G'arbiy ilxonligini ayirib chiqish uchun faol harakat qilgan. Uning maxfiy harakatini besh qo'ldek bilib turayotgan Muhammad Bug'raxon aksiga har vaqt Ibrohimni vaqtida cheklash taklifini bergan. Ammo Sulaymon Arslanxon dadasi Yusuf Qadirxonning ming tasdi saqlab qolgan birligining buzilmasligi uchun Ibrohimga qarshi hech qanday tadbir qo'llanmagan. Bu xil vaziyatdan G'aznaviylar foydalanib ketgan. Shu vajidan Muhammad Bug'raxon Saljuq o'g'illarini qurollantirib, G'aznaviylar va G'arbiy ilxonlik orasida tangpungliqni saqlaydigan bir kuch sifatida ishlatgan. Saljuq o'g'illarimo Bug'raxonning harbiy yordami bilan tezdan o'zini kuchaytirib, 1037-yili Saraxsi degan joyda Mas'ud G'aznaviyni mag'lub qilib, Tunji xonlik asosini Xursandda tiklab olgan. 1036-yildan 1037-yillari Markaziy Osiyoda Bo'rtekin deb shuhrat qozongan ziyrak Ibrohim Ilixon darhol G'aznaviylar bilan maxfiy ittifoq tuzib, yangidan maydonga kelgan Saljuqiylar va ularning homiysi Muhammad Bug'raxonga qarshi birliksab tuzmoqchi bo'lib, 1038-yili 4-avgust Sulton Mas'udga bir maktub yozgan. Biroq G'aznaviylar bu chaqda Qarxonlar bilan ittifoqdosh bo'lg'achqa ochiq sado chiqara olmay, faqat Amir Fazil degan nomni Ilixonga maxfiy beribla jimib ketdi. Buningdan umidsizlangan Ibrohim yana bir qatim aksi Muhammadning yeniga ketmoqchi bo'ladi. Biroq Ali Tekinning Ilixon o'g'illari uni sharqqa, ya'ni o'z kentga o'tkazmaydi. Shunlashqa u amalsiz udul janubga yurib, Sulton Mas'ud uchun xizmat qilaman deb gap tarqitib, Amu daryosidan o'tib, Xatal va Taxaristonga kirdi. Uning tez suratda hozirgi Badashxon va Tojikistonni egallab bo'lganligini ko'rgan Mas'ud G'aznaviy uni Xursandda o'ttirg'i chiqqan Saljuq o'g'illaridan xatarlik raqib deb qarab, 1038-yili 8-dekabr Balaxtdan Termiziga qarab atlanadi. Bo'rtekin uningga qarshi G'aznaviylarning yangi raqibi Saljuqlar bilan hamkorlik o'rnatdi. Bu
fursatni ching tutgan Chag'irbek Davud Amo daryosi qirg'oqlarini qo'lga tushirish niyatida darhol zo'r bir qo'shinni Xursandga yordamga avatidi. Birdilla ikki raqib orasida yetim qolgan Sulton Mas'ud Bo'ri Tekin bilan Ali Tekin o'g'illar orasidagi majrolarning ig'irligini nazarda tutib, ular bilan jang qilib, yengilib qolgandan ularning ichki urushda xo'rishini kutishni afzal biladi. Shunga urushmayla 1039-yili 25 yanvar chekinadi. Buni ko'rgan Bo'ri Tekin ularga orqadan hujum qilib, G'aznaviylarning xeyli ko'p harbiy ashyo va ot uloqlarini o'lja ilib, biroqli kuchayib ketadi. Zamandosh tarixchi Bayhaqi Hijriya 431-yildagi voqealarni Bo'ri Tekinning Ilxon Ali Tekin o'g'illari ustidan qozongan g'albalar bilan boshlagan. Darvaqa hozirgi tepilgan tilla pullardagi uchurlarga qaraganda Hijriya 431-yili Kash va Samarqandda quyilgan pullarda Ibrohim Bo'ri Tekinning nomi o'yilgan bo'lib, Bayhaqning bergan uchurlarini to'liq tasdiqlamoqda. Bu pullardagi uchurlarga qaraganda Bo'ri Tekin 432-yili Buxoroga kirgan. Bu deganlik uning g'arbiy ilxonligini qo'lga olganligidan derak beradi. Bu jarayonda shimolda O'g'izlardan, janubda G'aznaviylargacha, sharqda Qorliqdan, g'arbda Saljuqiylargacha har qaysi kuchlar Ali Tekin avlodlari va Bo'ri Tekin o'rtasidagi urushda taraf tutib qatnashib, bu urushdan o'zlarini ko'proq manfaat olmoqchi bo'lishgan. Ammo oxirida Bo'ri Tekin tarafdorlari utib chiqqan. G'alati yeri Bo'ri Tekin g'arbiy ilxonligini qo'lga elib, kuchayib ketishi bilanla uning burunqi ittifoqdoshlari biroqla uning ashaddiy raqibiga aylanib qolgan. Undaqda Qarxonlar qag'allardan Sulaymon Arslanxon bilan Muhammad Bug'raxonlar bu jarayonda nima ishlar bilan band bo'lib qolgan? Hammaga ma'lumki, 1018-yili Qarxonlar qo'lida echinishlik mag'lub bo'lib, birdilla Sattichinning sirtidagi Shimoliy Osiyoning xo'jaligidan Uyg'urlarga qaram elga aylanib qolgan Qitan, ya'ni Xitoy xonligi har vaqt Qarxonlardan o'ch elish uchun fursat izlab yuradi. Ularning 1026-yili bir malikasini Yusuf Qadirxonning o'g'liga yotliq qilib, G'aznaviylarga maxfiy elchi avatib, Qarxonlarga ikki tarafdan hujum qilish plani barbod bo'lgandan keyin, ular Altaydagi musulmon bo'lmagan Yamaklar va Yabaqularni Qarxonga qarshi cho'ng isyon chiqarishga qutirtib kelgan. Biroq ularning hammasi Qarxonning kuchidan ayminib, jur'at qila olmagan. 1037-yildan beri boshlangan Bo'ri Tekin malmanchiligi va Saljuq o'g'illarining bosh ko'tarishi elib kelgan davolg'ush oxir ularga isyon ko'tarish fursati elib kelgan. 1038-yilning beshidala Altayda Qitanlarning qo'llashida keng ko'lamda isyon chiqqan. 1040-yili vaziyat qo'ldan chiqib ketgan. İbrahim buni fursat bilib, 2 yil ichidala Ali Tekin o'g'illarini har xil usullar bilan parchalab, hujum qilib yurib, oxirida ularni huquqlaridan to'liq mahrum qilgan. Sulaymon Arslanxon Altaydagi isyonni tinchitish uchun inisi Muhammad Bug'raxon va uning o'g'li Husayn Chag'ir Tekinni cho'ng qo'shinga bosh qilib avatgan. Bug'raxon bir oy ichidala tuyuqsiz Altayda paydo bo'lib, chaqmoq tezligida jang qilib, 1040-yili 11-may isyonchilarni to'liq tarmar qilib, Yabaqular Aqsaqli Budrashqa o'lim jazosi bergan. Mahmud Qashqari divanida bu haqda o'z ko'zi bilan ko'rgan bu manzarni tafsili suratlab bergan.
Aradan dal 12 kun o'tib, g'arbiy chegarada yana bir tarixiy voqea yuz bergan. 1040-yili 23-may Saljuq o'g'illar qo'shinlari Chag'irbek va To'g'rilbekning qo'mondonligida Mahmud G'aznavi o'g'li Sulton Mas'udni Dandanqon urushida mag'lub qilgan. Shuning bilan G'aznaviylar Xurason va Ironni Saljuqiylarga o'tinib berishga majbur bo'lib, Saljuqiylarning bu joylardagi nupozini e'tirof qilishga majbur bo'lgan. Yana bir tarafdan Sulton Mas'ud darhol Qarxonlar xaqoni Sulton Sulaymon Arslanxonga elchi avatib, harbiy yordam talab qilgan. Arslanxon g'arbiy Ilixxonga tezdan Mas'udga hamdamda bo'lish buyruq tushirgachga, uning ustiga Saljuqiylar eng tap tortadigan Mahmud Bug'raxon zo'r qo'shin bilan zafar quchib qaytib kelayotgan bo'lg'achqa, aka-uka Saljuqiylar Sulton Mas'udga yana zarba berishga petnolmay, asosliq diqqatini Ozarbayjon, Armeniya va Anatoliya taraflarga qartishga majbur bo'lgan. Ikkinchi, Dandanqon urushidan keyingi Markaziy Osiyoda kuchlar tamponligining o'zgarishi. 1040-yildagi Dandanqon urushida Saljuqiylarning g'alaba qilishi Ibrohim Bo'ritekinning qolgan bo'lish istikini yana kuchaytirdi. U 1041-yili Buxoroni qo'lga olibla Nasrul Haq Muayyidul Adli Xaqon Ibrohim deb pul qo'ydirgan. Muayyidul Haq aslida uning dadisi Ilik Nasirxonning martaba nomi bo'lib, bu orqali dadisining o'rniga mirosxo'r bo'lganligini ishorat qilsa, Ali Tekin o'g'illar ustidan qilgan g'albisiga qarta xalifadan Nasrul Haq unvoni olgan. Bu inqilob uning mustaqillik jakarlaganligi edi. Muhammad Bug'raxon uning adibini bermoqchi bo'lganda Sulaymon Arslanxon to'sib qo'ygan. Dandanqon urushida mag'lub bo'lgan Mas'ud G'aznaviymo Qashqarga zo'r elchilar o'miga avatib, Saljuqiylarga qarshi harbiy yordam talab qilgan. U hatto dadisi Mahmud 1026-yildan beri ijro qilishga unamagan Zaynab xotunni yog'an tekinga yotliq qilish masalasini o'zi hal qilib, hammasi Zaynab xotunni Muhammad Bug'raxonga 14 yil kechikib yotliq qilmoqchi bo'lgan. Muhammad Bug'raxon G'aznaviylarga harbiy yordam berishga qat'iy qarshi turgan. Chunki u mazkur fojiani aslida Mahmud G'aznaviy keltirib chiqargan deb qaraydi. Mahmudning ayni chaqda Yusuf Qodirxon va Qarxonlarga qandaq shumliqlarni qilganligini yanala Muhammad Bug'raxon obdan biladi. Shunga u aksiga bu masalada yo'l qo'ymagan. U hatto Zaynab xotunni qabul qilishni xohlamagan. Ammo Sulaymon Arslanxonning o'sal holda qolganligini ko'rib, noiloj qabul qilgan. U xotindan Ibrohim ismli o'g'illik bo'lgan. Mana shu shum xotin 1058-yili Husayn Bug'raxon, ya'ni Mahmud Qashg'arining dadisining taxtga chiqish marosimida Qarxonlarning barliq qog'onlari, shahzodalari va harbiy mulkiy amaldorlarini zaharlab o'ldirib, 17 yoshli o'g'lini qog'on qilib tiklagan. Bu vaqa Saljuqiylarning Tavg'ach Bug'raxon Ibrohimga uda hujum qilib, oxirida uning jiniga zomin bo'lish bilan islom dunyosining homiyligini Qarxonlardan o'tkazib olishiga sabab bo'lgan. G'aznaviylar bo'lingan g'arbiy ilxonlik va Saljuqiylar masalasini loyiqida hal qilish uchun Sulaymon Arslanxon Hijriya 433-yili Qashqarda favqulodda cho'ng qurultay ochgan. Mazkur qurultayda murakkab vaziyat ostida birlikni buzmaslik, tashqi dushmanlarga fursat yaratib bermaslik,
qaror qilinib, İbrahim Böğürtekin bilan aksi Muhammad Böğürtekinning G'arbiy ilik xonliqdagi nupuzi e'tirof qilingan. İbrahimmo javoban cho'ng qag'anliqni asla talashmaydiganligi, hozirgi o'rniga qanoat qildiganligi haqida kapolat bergan. Шуңа u qurultaydan qaytib kelgandan keyin texi hech tan bermagan Ali Tekin o'g'illarini surib chiqarib, o'zini faqat Tabg'achi Bug'raxon, ya'ni cho'ng qag'anga tava Bug'raxon deb atagan. Türk qavmlari uni buzib talaffuz qilib, Tavg'ach, Tamg'ach, Tafg'ach deb atab kelgan. Shunda qilib, aslida qo'shma qag'anliq tuzumi bo'yicha davom qilib kelgan qag'anliqda 3-darajalik qag'on nomi paydo bo'lgan. G'arbiy ilxonlik masalasidan boshqa G'aznaviylar masalasida ularni qo'llash qaror qilingan. Saljuqiylarga qarta ular g'arbiy ilxonlik va G'aznaviylarga urush ochmasala, ularni mayliga qo'yib berish qaror qilingan. Bumo Saljuqiylarning taki 1059-yilgacha g'arbiy ilxonlikqa, 1089-yilgacha cho'ng qag'anliqqa qo'l sololmasligining sababidandir. Dandanqan urushidan keyin Saljuqiylar oxiri G'aznaviylar va g'arbiy qarxonlarning e'tirof qilishiga erishgan. Ammo buyuk, ya'ni sharqiy qarxonlar taki 1089-yilgacha Saljuqiylarni faqat o'zlari yo'lab maydonga chiqargan ko'sh deb to'nib kelgan. Faqat 1089-yilda ondan uning islom dunyosini himoya qilg'uchi cho'ng kuch ekanligini e'tirof qilgan. Saljuqiylar taki 1058-yil yozda Sulaymon Arslanxon va Muhammad Bug'raxonlar vafot bo'lg'ichi bo'lgan 20 yilda g'arbiy qarxonlarga cheqilolmagan. Chunki ularning Yusuf Qadirxonga jon qarzi, Muhammad Bug'raxonga odamgarchilik qarzi bor edi. Ular biraqla vafot bo'lishi bilan Saljuqiylar Amu daryosidan o'tib, g'arbiy qarxonlarga hujum qilishga boshlagan. Bu vaqtda cho'ng qag'anliqning holi xarob bo'lganning ustiga Tavg'achxon 1057-yili yuz bergan ikki qag'on o'rtasidagi urush va 1058-yildagi suiqasddan foydalanib, qag'anliqqa qarashliq O'zkent, Axskent, Xo'jand, Tunkent, Minkent, Ispijob, Shosh, hatto qo'shimcha poytaxt Qo'z Ordu Balasag'unni ishg'ol qilib olgan bo'lib, İbrahim Tavg'ach Bug'raxon Saljuqiylarga o'zi yolg'iz taqobil turolmay, noiloj Abbasiylar xalifasi Qoim Be'amrullohga Hijriya 453-yili Saljuqiylar ustidan shikoyat qilgan. Biroq 1031-yildan beri xalifa bo'lib atgan 1055-yili Saljuqiylarni Bag'dodga o'zi chaqirib kelgan xalifa Saljuqiylarga bu haqda faqat nasihat qila olgan, amaliy tadbir qo'llana olmagan. Natijada Saljuqiylarning uda salgan tahdidlarini to'siy olmag'ach, İbrahim Tavg'ach Bug'raxon oxiri yangi taxtga chiqib, o'ziga do'stlik izhor qilayotgan Alp Arslanning talabiga qo'shilib, uning amdala 9 yoshga kirgan o'g'li Malik Shohga 1064-yili 11 yoshga to'shgan qizi Turkan xotunni nikohlab berib, tuqqandarchilik aloqasi o'rnatdi. Biroq Sultan Alp Arslan har jihatdan hokimiyat asosini puxtalab bo'libla, yana besib kelib, g'arbiy Qaraxon tavasini o'ziga beqindirmoqchi bo'ladi. Har ikki qarindosh taraf qutib chiqolmagan bu surkilish 1068-yili Tavg'ach İbrahim Bug'raxonning palach bo'lib qazo qilishi va 1072-yili Alp Arslanning Amu daryosi bo'yida pichoq yeb qazo qilishi bilan bir mahal oxirlashgan. Davomi bor.